Hozir ostanovkadaman. Shu yerda anaqadan o'tdim, peshxoddan. 77 ga chiqa olsammikan? Kartadan o'tdik. Avtobusdan tushdim. Xo'p, endi gap boshlagandim, avtobus kelib qoldi-da, chiqib ola qoldim. Peshxoddan o'tyapsam, shopir bu yerda naryoqda turib to'xtaydi-da, shopirlar. O'sha sekin yurishni boshlaydi. Bu odam o'tadimi, yo'qmi, farqi yo'q. U peshxod atrofidamiz bo'ldi to'xtaydi. Biz O'zbekistonda biz juda ko'p menga to'g'ri kelgan. O'tyapsiz ham baqirishadi shopirlar. Tezroq yuring. Voy, yugurib o'tmaysiz-ku peshxoddan, normal o'tib, normal ketasiz. Yo'q, bizdagilar sabr qilmaydi. Juda ko'p sabr qilmaydi. Bir qiz uni deb gapirib tashishadi. Kechirasizlar, peshxod yo'lovchini yo'lida siz kutishga majbursiz. Shopir bo'lib yurganlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, majbursiz. To'g'ri, yo'lovchilar ham xato qiladi. Yo'lovchilar ham sizlarga minus ish qilishi mumkin. Mana normal o'zini yo'lida o'tyaptimi, sizlar aralashishga haqqinglar yo'q. Agar yo'linglarni to'sib o'tsa, gapiringlar, xo'p, mayli, chunki urib yuborishinglar mumkin, xato qilib qo'yishinglar mumkin, sabab bo'lib qolishinglar mumkin. Lekin unaqa bo'lmasa, o'zini yo'lidan o'tyaptimi, qo'yib beringlar, sizlar majbursizlar kutishga. Deb turib, peshxod bo'lmagan joydan o'taman mana. Chunki mashina yo'q ekan. Shunaqa. Mashina yo'q, o'tib oldim.